Senden tez yugurdu. Aviyada otlaqda. Şundaq yumşaq. Yo'q, çöpni yemesem qandoq küçük bilaman. Sınba. Sınba bana. Qaytib kel. La 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 la. Sınba. Qaytib kel. Qo'g'lima. U o'zini mendan aqlli sanagan bo'lsa, xatalashibdi. Ha? Uni tutanmaysan. Tutanmaysan dedim ku. Qo'zg'on bek ichib ketdi. Mana, yanala yumshoq chöp yeyli. Tez bo'l. Beshim bek og'rib ketdi. Toshqonga men yetishmayman. Endi uxdim. Xo'sh, o'tan o'ynama. İşkalla, ters yürüpsizler o. Çapsan beri tamak yala. Bizning bir apimizga taynibag'imiz yo'q. O'zimizga taynib qo'ssig'imizni o'zimiz baqamiz. Mamunda gap qilma. Qo'sg'on bek ichib ketdi. O'rmonliqda o'zinglarni beqishinglar oson emas. Darhol bir apini yeriga beringlar. U qanday qilishni o'rgatib qo'ydi. Biroq u doim keyin ochamni do'rab ko'zsiz sho'rqisab berdi. Shundaqmi? Emsizlar, mushuk yaproqni yeriga beringlar. Mushuk yaproqning bildiganlari jiq. Nurg'un kitob o'qigan. Shunga cho'qim yaxshi aql ko'rsatdi. Endi chapsan bo'linglar. Men xotirjam tomoq yeb olay. Rojim, rahmat. Xo'sh, Rojim. Xo'sh. Xo'sh. Keldim. Ayaga qara. Bobek chiq o'tgan. Qo'sig'imiz to'yga cheylijimi? Biroq bu men yeydigan narsa emas. Qaqshima yegin. Biz qaytib ketaylik. Bek tatlı ekan. Shundoq yumshoq.
koyup kalay dedim. Yegine sana çokum titip kaladı. Ben boşkucu bop kaldım bu. Oh. Oh. Dostum, ata-ananı öldürgen katılı bilen iliş iraden var mı? Bah, ben Serkom bilen kilidinin tersine ta'tir soyup bıraklı yok demen. Çapsan mağayli, intikam iliş vakti geldi. Ulan sarang oldu mu deme? Ne bolgan o? Bir ay çıktı mı ya? Oy, ulan uyu koyu atamdı değil mi? Karala, demek işlemiş bu. Avarçılık buluş mümkün. Ben yol vası alileri ma'lum qilay. Çatak oldu. Alileri, Sınba bilen Bimbo aklidin ezipti. Ola hamimizni yo'qotmoqchikan. Yana dahi siznimi izdayotidu. Dolu ol aklıma, ulağını tutup aldım gel. Tez bol. Kalba, alilerinin aramel vatkını kömedin mi? Men... Alilerinin dikinini kıl, tez mi? Bile. Ulan rastını tutup gelmem ha? Alileri ulanın göçünü yedik avşıydım, ben o süneşlerini tasıkacağım ben, bile. Anladınlar mı? Sınba bilen Bimbo'nu çokum tutudu ikenmiz. Şu emez mi? Bu yan kırangla, kandak tutumuz, ulan rastlı sarang oldu. Şu emez mi? Tokma şeker sürüydü. Bu işte kalivrdi kalmasa tutamayız. Menece çokum tutuklamaydı. Çokum tutamayız. Amal ba! Bu yerden ketmeyli. Aman toktaydı, toktuğan aman kol salemez. Yine biri ba. Ha? Ulan neyim kılıp atıdı? Çıpsam opamı değil. Toğra, qancha tez bolsa shuncha yaxshi. Ben opamla yanık baray, sen oğlusu çakırıp gel. To'g'ri dedim, uningda doğru ba, ularni qutuldira olaydi. Oğlusu amal kıla olaydı. Karat işteymen, neymi boğandı. Çapsanma, ben umamen. Ular har kuni mushu otdan yesa salomatlik asli keladi. Har kun et deganda bir nechta yesin. Doktor Alice, rahmet. Appa, konuştuk. Sınba bilen Bimbo sarağın boptu. Otlarını tişlep şuraydı. Çaka berip baktı. Ularning hozirligi tutibdimi? Şunda ula oğlum tişlep şuraydı. Çapsan bula, çapsan. Makul, hazırlı baray.
yatıdı. O'ng tarafında yemeklikten zehirlengen buluşı mümkün. Ahval çatık. Gözünü aç Sinba. Bugün nima yedin? Toshqon yeydi sen binbo çöp yenip turib oldi. Qandaq çöp? Bek yumuşak çöpken çık yavaptı. Ular üsüp çişlep yürüptü mana bunda. To'g'ri. Bularning hammasi tashlab tishlagan. Oho, daldaraqlarni vayron qilishga bo'lmaydi. Ular o'sayotganda obdan asrashimiz kerak. Sizlar bek kapsizkansizlar. Alis to'g'ri dedi. Biz daldaraqdan ayrılamaymiz. Endi bundaq qilmanglar. Tushundinglarmi? Menda doğru bor. Bu doğru ularning qallasini sagdalamdi. Ha, sagitalaydi. Bu doğruning unumi yaxshi. Ishga hamon foyda qiladi. Meh, ichcha. Bu doğru foyda qiladi. Qani ichcha. İçə Sinba, içsənli saqıysan. Yüreklik bol. Yaraysa Sinba. Əmdi növbət sana gəldi. Meh, ichcha bimbo. Ağzını yoğan aç. Meh, ishqiz qo'yay-a. Ula saqaydi. Bu doğru bek önümlük. Ula aram alsın. Men müşk yapılaq adin bir onun yanına baray. Hem ulanı ekdey. Ems xoş. 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 Adinaro. 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 Gözünü aç. Sana deydiğen gipim ba. Anladın mı? Gözünü aç davattı men. Hey horut, sen derhal kıladigan iş ba. Sinbaga ormandaki yigili boladigan ösümlükni fark etişini öğütüp koygun. Nima? Yani bin bolma ba. Ular ösümlükni fark etemeydi eken. Aval bana gapni aniq tushundirgan. Ondan men ularga nima yeyish kerakligini o'rgatay. Hey, yuvaşraq bulunlar. Sizler berip aram elinglar, men tushlik tamoq tayyorlay. Kusugum içip gitti. G'alva qilmanglar. Sizlar o'ynashdan boshqani bilmaysizlar. Bizmi? Sizlar o'ynayotganda men Serkon bilan elishayotgandim. Yolg'uz bilanmi? Ras, men ota-onamning intiqomini olaman. O'ynasa intiqom og'il bo'lmaydi ekan. Sizlarning o'yinglar yo'q. Tomoq yeyish, uxlash, o'ynashdan boshqani bilmaysizlar. Men bu mezgilda marhum Shoh otamning intiqomini olaman. To'g'ri yuraklar, sizlar azaldan intiqom olishni o'ylab boqmagan. Aram, Karıl'ını gördünmü? Opa, texi bo'yli ko'rgandim. Man onu tepib gel. Ma'qul. Karil. Qara ulaga uxlab qoldi. Bu dora bek foyda qiladi. Qaraganda ta'sirmi uzunga boradigan o'xshaydi. Ulan ahmoqlar. Biz yamash qilib Men sizlarga ularni avval qilmanglar degan-ku, anglamaganmi?
Biz ketaylik. Endi ko'rib qolsam, sizlarni yeyavitaman. Yaxshimisizlar, bolalarım? İş bağmetdi Alice. Синба bilan Bimbo xiyoliy tuyg'u paydo qiladigan bir xil cho'p yeyapti ekan. To'g'ri dedim. Ular o'ng'ishalganda sen obdan tarbiyalasang bo'ladi. Meni mush ishga chaqirganmi? Ha, sen ularga cho'nglarning gapini anglashni, tamoqni obdan yeyishni o'rgatishing kerak. Men meningcha bundaq ishga Adinaroning bakarak ipi bor. Shuni taklif qilaylik, ha? Ey, Simba, ko'zingni och, bolam. Bimbo, tur. Sizlar bak xatarlik ish qilibsizlar. Nada xatarlik? Quzg'un bek ichib ketgan tursa. Seni yeb ketmisin yana. Yeb ketmisin? Men toshqa yeb tush ko'ribdiman. Ammo uni meni yeb ketgani tas qopdi. Şimdi nemi ko'rdim? Quzg'un bek ichib ketibdigan. Oppoq toshqondan birini yebdiman. Bek yeyishgan. Quzg'un bek ichib ketdi. Meni qo'yib. Gapimni angla, maqsadimni tushungin, ha? Yaxshi, sana dars o'tay. Balam, mahoratni yaxshi egallasanglar, ondan yashayotgan muhitda mavjud bo'lib tura olaysan. Oldi put bilan o'g'lashni baqaradan o'rgatsang bo'ladi. Sana kelsak, Bimbo, sen o'simlik yeysan. Ammo shuni bilishing kerakki, o'rmonlikda o'simlikning turi jiq. Sen ularni farq etmay, yemaydigan o'simlikni yeb qolsang, hayotingga xavf yetadi. Gapimni tushundingmi? To'g'ri, avval ularga nima yeydiganligini o'rgatgin. Amaliyotda Bimbo, sen intayin aqlli, nahayt tezla o'zingning toshqon, qo'y, pil, zirabilardek yav o'simlik yeydiganingni tushunib olasan. Shundoq. Sher o'jlar oilasiga tava go'shqor hayvon. Sинба, sen shundoq. To'g'ri, men go'shtli yeyman. Ajoyib semiz bir oq toshqon ko'ygan deb, shimiz tutanmay qochirib qo'ydi. O mendan tez yuguraydi ekan. Bakara sana onu qandoq tutishni o'rgatib qo'ydi. Endi sen o'simlik bilan yopurmoqni Bimboga qoldir. U tug'ilishidanla shuni yeydi. Sen go'sht yeysan, go'shxo'r hayvon. Tabiat dunyosida hamma narsaning jini o'ziga tushliq ruhi bor. Shunga yopurmoq qurt qo'ng'izlarni hurmatlash kerak. Ularni intayin muhim. Nazariya satmay, ularga qaysi narsalarni yegili bo'lganligini deb, uqdingmi? Ularga chatqonlarni, daraxtda bo'ladigan ham tatli ham yangi mevalarni yegili bo'lganligini so'zlab berishni unutma. Unutmayman. Biroq bularni Bimbo yesi bo'ladi. Bir gapni deb qo'yay. Mevini eng yaxshisi toza pishib, yeb tushganda yegan tuzuk. Ular kun nuri ko'ygashga zo'r miqdorda vitamin ishlab chiqaradi. Eng oxirida mevalar sesib ketsa, yerni kuchlantiradigan o'g'it bo'ladi. Mana bu hayotlikning tabiiy davr qilishidir. Sizlar keyin tushunasizlar. Bo'ladi, uqdim. Sen hozirdan boshlab obdan o'rgan, ko'proq kalla ishlat. Men o'yini qilib boraman. Sen boramsan? Ma'qul. Ma'qulimsiz mo'mayli. Uyqum keldi, quzg'um ochdi. Do'stlar, qanday ahvolinglar? Rojim menga enanglar kelishni aytdi. Men de ish qilaman. Menimcha zo'r ish bo'lmasa meni chaqirmaydinglar. Bolalar bilan ish bo'ldimi? Beshinglar ketyapti, ha? Shundoq, yemaklik to'g'riliq beshimiz ketyapti. Sинба tamoq yegili unmayapti. Qara, kapsiz bola. Seni yana bir qatim tushib qo'yaymi? Sинба yoqtirmaydi. Sинба bak. Bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. Ular tek kichik. Men ta'lim bersam bo'ladi emasmi? To'g'ri deding. Men boya ularga hayotning ma'nosini tushundirdim. Ular tushunsizlar bo'ladi. Bo'ladi. Sen ansirma. Endi ularga men dars o'tay. Rahmat. Men maqola yozavatdim. Yuvashroq bo'linglar, ha, bolalarim. Xo'sh.
Böyle abi etip bergen tamakını yiyişini halımısanla, özanla yemek kitip yiyişini ögünanla. Sana o olaşını makine öğüt koydu. Bimbo, sen ben bilemem. Ben sana kaysı neslen ilgili bolduqalarını öğütüm he. Eğer koşulsanla ben Bakira'nı çağıray. Koşulumuz! Koşulumuz! Moşunda kısak, sen baş ağrıqdan qutulasın he? Rahmet sana. Bek tedbirlik gelsin. Yaxşımı sen Bakira, kəginandım ben hoş oldum. Böyle apına bir iş qetibdi. Tamak edip durattım, ben demiş qıp berey. Sinbağa o oğlaşını ügütüp koyun. O men etken tamakını yemey vatıdı. Yaxşımsız. Yoq, çekilme. Bu senin emas. Mene tuş tamağın. Hey, bak yenge vakışmamdı. He? Qoplan aka, mən azraq buyurun ha. Ətimağın toşqanı qandaq tutuşunu ögütüp qoyun bulamdı. Bu toşqanı səyyə, hə? Yep bulub uxla, əzim buludu. Qağan gepni, əti deyişeyli. Rahmet sana Bakira. Men ballarının kosuğunu toyuqzamayman. Ular daim aç kalıdı. Ənsirəmə, ətidən başlap mən sen bağa oğulaşını ögütüp, uzuqluğunu öz tepediğin qılimən. Mən bin bağa özümlükünü, pərətini ögütüm mən. Bugün Sinba bilen Binbo bek hoş idi. Çünkü ular kosuğunu toyuqzalaydigan boldi. Muşunda qıgandılar, ular bəstlik, batır çoğun bulalaydı. Emma keyin ular yana qandaq işlarga yo'l okudu. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.